Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining ashaddiy obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilaymiz. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga Nizomiddin hoji akamizdan to'liq va batafsil eng qizig'i sizni vizangiz bo'lsa $775 Umra ziyoratiga borish imkoniyati paydo bo'ldi do'stlar. Hoziroq videoda oxirigacha ko'ring. Biz siz obunachilarimizga to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Nizomiddin hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Bu videoda hozir video boshida aytib o'tib ketdik, bu aniq paket, yana vizalari bo'lsa $775 dan to'g'ridan to'g'ri parvozlar. Albatta videoda oxirigacha ko'rsalaring, barchasiga o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Hoji aka, hozirgi kunda eng yaqin bo'lgan sanalarimizga qaysi sanalarimizga reyslarimiz bor va shart-sharoitlarimiz, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilari. Xo'p, biz sizlarga bugun yangilik qilishda yana to'xtamayapmiz. Bugun 11-dekabr kimda-kim so'mkalarim tayyor, ehromlarim ichida solingan, faqat narxidan ozgina chegirma qilib bersalaring bo'ldi deganlarga $775 dan, agar vizangiz bo'lsa, vizangiz bo'lmasa $875 dan bugun ulgib qolish imkoniyati sizda bor. Namangandan Primo Jidda yo'nalishida 50 boshlari ichida 3 mahal ovqatlari, ziyoratlari 12 dan ortiq barcha sayohat ziyoratlari ichida bo'lgan narxi atiga $775 dan shoshiling, ulgurib qoling. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, do'stlar, hozirroq bog'lanamiz, aloqaga chiqamiz va o'z joylarini bron qilamiz do'stlar. Xo'p, hoji aka, yana bir narsa, gastitsa oraliq masofalarimiz qanday bo'ladi? Shart-sharoitlari haqida ham ma'lumotlar berib o'tib keting. Xo'p, Madinada gastitsalarimiz oraliq masofasi 150-200 metrda bo'ladi. Makkada esa 1,5-2 kilometrda bo'ladi. Albatta 24 soat avtobus xizmatlarimiz ham bor. Bemalol yoshlarimiz piyoda, yosh kattalarimiz avtobusdan foydalanib borib kelsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Xo'p, bu narximiz ya'ni bugunga amal qiladi. Albatta. Va bundan tashqari 15-gacha bo'lgan sanalarimizning narxi necha pul bo'ladi, hoji aka? Xo'p, 11-dekabrdan 15-dekabrgacha bo'lgan narxlarimiz $900 dan qilib beramiz. $900 dan. Bugunlikka ulgumayman, hali bozorlikda qilganim yo'q, hech narsa olganim yo'q deydiganlarga, bo'lmasa 11-dekabrdan 15-dekabrgacha bemalol ulgulishaveradi. $900 dan qilib beramiz. Yana bir narsani aytib o'tib ketay, hoji aka, 14-dekabr kuni Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha reys bor. Ya'ni mana Centrum Holidays firmasi tomonidan parvozlar amalga oshiriladi, hurmatli obunachilar. 14-ga Namangan Jidda, ya'ni Andijondan, Namangandan kuzatayotgan obunachilarimizga yana bitta chegirma qila olasizmi, hoji aka? Qilib beraman. Qilib berasizmi? Qilib beraman. 900 dan yana tushib berasiz. Tushib beraman. Hurmatli obunachilar, agarda telefon qilinglar, bog'laninglar, ya'ni vizangiz bo'lsa $800 bo'ladi. Agar yana bizning nomimizdan chiqadigan bo'lsangiz, yana chegirma qilib beradi. Hoji aka, bitta gapda $875 dan 14-kunga Namangan Jidda yo'nalishi bo'yicha obunachilaringizga qilib berasizmi? Qilib beraman. Bemalol telefon qilishaversin. Agar yana qo'shimchasiga bitta oiladan 5 kishi bo'ladigan bo'lib qolsa, yana narxidan chegirma. Yana chegirma. Ya'ni $775 ga 14-ga telefon qilishaversin. 14-dekabr bemalol telefon qilish. Vizalar bo'ladigan bo'lsa $775. Bo'ldi. Agarda vizangiz bo'lmasa $875 dan telefon qilinglar. Bemalol telefon qilinglar. Bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, joylarini bron qilinglar. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi? Xo'p, to'lovlarni xohlagan usullarda, xohlasa bank shot raqamlari orqali, xohlasa karta raqam orqali bemalol to'lovlar amalga oshirsa bo'laveradi. Bizga quyidagi raqamlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqib, zagran pasportlarni taqdim qilsa bo'ldi. Xudo xolasa bemalol muammo yo'q u tomonda. Aytilgan sanalarga parvozlar bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, kuzatib boringlar, like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Padilisa qilib mana shunday arzon paket oqtarib yurganlarga, sifatli bo'lsin, o'zi arzon bo'lsin deb yurgan aka-ukalarimizga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina Centrum Holidays tur firmasining ashaddiy obunachilari uchun maxsus videorolik bo'ldi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar, rahmat.